Assalomu alaykum. Agar siz yuzda hipnostarini bo'ladigan bo'lsa, bu video siz uchun aniq foydali bo'ladi. Bu qizil gullaydigan hipnostarinimiz, xudo xolasa 5 kun 10 kundan keyin g'unchalashni boshlaydi. Bu o'simligimiz chiroyli gullashi uchun qo'limizdan kelcha yordam qilib, mana shunaqangi ortiqcha shoxlarni kesib tashlaymiz. Sizlarga ham kesishni maslahat beraman. Bu ortiqcha shoxlarni kessak, ertadan keyin g'uncha payti bular g'unchalamaydi. Shuni hisobiga bu o'simligimiz katta yorqin chiroyli gullashni boshlaydi. Shunaqangi mayda shoxlarni olib tashlaymiz kerak bo'lmagan. Sizlar ham uylaringizda seriyani shuna olib bitab qo'yadigan bo'lsalaring, sizlarning ham seriyalaring xudo xolasa chiroyli gullaydi. Mana shunaqangi ortiqcha mayda shoxlarni olib tashlayverasizlar. Hali bu xudo xolasa yozda juda chiroyli bo'lib gullaydi. Shu gullaganni ham bir videosini qo'yaman. O'zlaring bir baho berasizlar. Mana shunaqa qilib tashlayverasizlar ortiqcha shoxlarni bunaqa qilib. Qancha kam g'unchalasa, shuncha katta gullaydi bu. Shuncha chiroyli gullaydi. Olinadigan shoxlar hali ko'p. Hozir hammasini olib bitta ko'rsatadigan bo'lsam, ancha vaqt olib qo'yadi. Sizlar ham shu uylaringdagi seriyanda ortiqcha shoxlarni olib tashlayverasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Seriyanimizni bitab bo'ldim. Xudo xolasa mana ancha seriyalashib ketdi. Bu yana shoxli edi. Endi faqat g'unchalagandan keyin menga kamroq gullab, ko'proq chiroy bergani yaxshi. Ko'p gullab, kam chiroyli bo'lgandan. Sizlar ham bir sinab ko'ringlar. Yoqadi degan umiddaman.